Avvalambor assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan Samarqand China Motors YouTube kanalini ashaddiy muxlislari. Hozir biz sizlarga obzor qilib beradigan mashinamiz orqamda turgan Jack JS6. Jack JS6larimizni oq rangi, qora rangi hozir China Motorsda istalgan avtosalon sotuvda tayyor. Samarqanddan kuzatib turgan obunachilarimiz uchun Samarqandda ham sotuvda tayyor va mavjud. Bu mashinani bemalol kelib bizdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hozir olinish tartibi haqida, keyin motorlari, balon, hamma xarakteristikasi haqida sizlarga to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xullas, bu mashinamizni bizni eng bu ko'zga tashlanadigan nimamiz faramiz bo'ladi. Yotiq linza qilib joylashtirilgan LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu mashinamiz Jack JS6. Motor qismiga keladigan bo'lsak, ya'ni motor qismi 1.5 turbo 174 ta ot kuchi, ya'ni Greenjit kompaniyasi tomonidan qo'yilgan yaponskiy texnologiya asosida qurilgan, ya'ni yaponskiy motor turibdi. Bu mashinamizda bemalol mashinani kelib bizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz kuzovi SUV bo'ladi, ya'ni crossover turiga kiradi. Xudo xohlasa bu mashina sizlarni uyaltirib qo'ymaydi degan umiddamiz. Mashinamizni akalar balonlariga qarashinglar mumkin. Balonlari ham juda katta, qalin qilib ishlangan. Ya'ni balonimizning razmeri 18 razmerda bo'ladi. Keyin bu mashinamizni hadavaylariga keladigan bo'lsak, hadavoy balka bo'lmaydi, nizavizinli, ya'ni har bitta masalan orqa balon tushadigan bo'lsa, faqat orqa balonni o'zi yamaga tushadi. Ayrim mashinalarnikiga o'xshab balka bo'lib, yamaga tushgan paytingiz butun bir yamani kuchini o'tirgan joyingizda his qilmaysiz degan umiddaman. Bu mashinamizning balonlari 18 razmerda quyma temir diska bo'ladi. Polni mana tormozli sistemalarini ko'rishingiz mumkin. Qanaqa tormozli sistema bo'lsa, ABS deysizmi, EVD deysizmi, hammasi bu mashinada mujassamlashtirilgan azizlar. Agarda yanada to'liqroq, yanada batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, men bergan ma'lumotlar sizni qoniqtirmaydigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bizni menejerlarimiz har doim ma'lumot berishdan charchamaydi. Xullas, mashinamizni endi salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida bizni nimalar kutib oladi? Bu tomondan keling. Mashinamizni salon qismida bizni nimalar kutib oladi? Eng birinchi bo'lib asosiy e'tiborga olinadigan jihatlardan bittasi sideniyasini oladigan bo'lsak, sideniyasi kapitan sideniya, ya'ni quchoqlab oladigan sideniya hisoblanadi. Ya'ni 100% ko'jadan ishlangan. Olib, yana bunga chexol kiydiraman, yana ko'jinli chexol, balobatlar boshingizni og'ritib o'tirmaysiz. Mashinamizda cruise control, hamma qulaylik bor bu mashinamizda. Rullarni ko'rishingiz mumkin, multi rul, bemalol bular bilan monitorlarni ham boshqarsangiz bo'ladi, skorlarni ko'rishingiz mumkin. Skorlari ham joystik bo'ladi. Unaqa murakkab, qiyin joyi yo'q. Bemalol akalarimiz ko'rib, oilasiga masalan kinoyimlarga ham olib bersa bo'ladi bu mashinani. Mazza qilib, sizni duo qilib haydab yuradi degan umiddaman, Xudo xohlasa. Monitorlarni ko'rishingiz mumkin. Monitorlari ham juda ham katta va qulay qilib ishlangan. Ko'z bilan ko'rganda unaqa bachkana ko'rinmaydi. Akkuratni, oddiy va juda ham chiroyli. Mashinamiz polni panorama bilan jihozlangan. Mazza qilib звездный neba, ya'ni osmonni tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Endi mana oldi tomondagi qulayliklarni sizlarga birma-bir sanab o'tdik. Endi mashinamizning orqa tarafidagi qulayliklarga to'xtalib o'tamiz. Mashinamizni orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng. Masalan, ota-onalarimiz o'tirgan paytda ham oyoqlari tegib yokida o'zida qanaqadir charchoq hissini umuman sezmasligiga men kafolat beraman, men garantiya beraman. Keyin yana bitta asosiy fishkalardan bittasi, ko'p mashinalarda o'rtasida most o'tgan joy bo'ladi bunaqa. Tepalikka o'xshagan. Endi aynan nomi nimaligini bilmadim. Meni ming bor kechirasizlar va kechirimimni qabul qilasizlar degan umiddaman. Bemalol o'rtada o'tirgan odam ham qiynalmasdan mazza qilib ketadi. Polni hamma tomon kojinli sideniya bilan jihozlangan. Mashinamiz juda ham yumshoq, Xudo xohlasa. Siz bu mashinani bizdan xarid qilib olsangiz, mashina hech qachon sizni uyaltirmaydi. Yana bir marta takrorlab o'taman, endi mashina ichiga o'tirgan paytimiz asosiy ma'lumotlariga ham kelib qolibmiz. Vaqt bir zumda o'tib ketibdi. Bu mashinani ikki xil usulda olishingiz mumkin, ya'ni avtokredit, keyin рассрочка
holatiga ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib, JackJS 6 ni rassrochkasi haqida so'rasangiz, bu haqida ma'lumot berishadi va sizga grafik tashlab berishadi. Agarda yo'q, men kredit qilib olaman deydigan bo'lsangiz, kredit qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu kreditda aytganimning sababi, masalan, bizda rassrochka bor, bu mashinamizga boshlang'ich to'lov ozgina balandroq. Endi sizlarga qanaqa tushuntirish berishni bilmadim. Bu mashinamizga boshlang'ich 200 million so'm to'lab, qolgan 85 million so'mini 6 oyga 5% hech qanaqa banklar aralashuvisiz mashinani nomingizga chiqarib beramiz. Kredit bo'ladigan bo'lsa, tan narxini 30% ni to'lab turib, bemalol avtokredit rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Xohlagan bankingizdan olsangiz bo'ladi. Bilaman aka, bu mashina haqida siz ancha-muncha ma'lumotga egasiz, chunki bu videoni bekorga ko'rmayapsiz oxirigacha. Xullas, yanada to'liqroq yoki sizga grafikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi turgan raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa, o'zimning raqamim turgan bo'ladi. Agar обычный raqamga chiqaman desangiz, u raqamga ham telefon qilib bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. 24 ga 7 men va'da beraman. 24 ga 7 hamma savollarga javob beramiz, xudo xohlasa. Hammaga rahmat. Sizlar bilan JackJS 6 ni obzori bo'ldi.